Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xo'p, yangi ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu yer Andijon viloyati Shahrixon tumani, Tumor MFda bo'ldi. Xo'p, bu yerga original mahsulotlarga Zolotoy Dubsvetda 2 qavat yodoviy oynalar bilan bitta oq, bitta yodoviy bo'ldi bu tomon. Ichkarida yana bitta eshik, bitta rom bor. Ikkita fortishkalar bilan bu holatda chiroyli holatda qilib berdik. Xo'p, bu yerda razmerlari bilan batafsil tushuntiramiz. Bu 1.95 ga, balandligi 1.60 bo'lgan. Bitta o'rtadan ochilish, bu tepada yana bitta ochilish bo'lgan. Eshigimiz 1.17, 1.15 ga, balandligi 2.35 bo'lgan. Shu holatda bo'ldi. 10 tomonga ochilishlari bilan xohlasa akfan uzun mahsulotlari bilan chiroyli holatda bo'ldi. Bu tomon yodoviy bo'lgan. Ichkari ko'rinishlari oq bo'lgan. Bu yerda ham aytib o'tganimdek bitta eshik, bitta rom bo'lgan. Bu eshigimiz endi sal baland kattaroq, 1.20 bo'lgan. Balandligi o'sha 2.35 atrofida bo'ldi. 2.38 bo'ldi. Xo'p, bu romimiz esa buni ham endi sal kichikroq, 1.75 ga, balandligi 1.60 bo'lgan. O'rtadan bitta ochiladi. Bu tomondagi esa fortishkamiz 60 ga 40 bo'lgan. Bularda ham qaychi mexanizmlari bilan 2 qavat oq oynalari bor. Xo'p, yorug'roq bo'lishligi uchun bu tomonni oq qildik. Bu tomonda yodoviy qilib beravering dedilar akam. Xo'p, 35 lik padagonlar bilan xudo xolasa chiroyli holatda bo'lib tugadi. Bu yerda esa o'sha delfin ruchkalari bilan akfan o'zidan xudo xolasa hammasi ochilib yopilishlari yengil, hech qatlari tekkani yo'q. Xo'p, xudo xolasa shu holatda bo'ldi. Padagon kirishkalari ham bor. Bu tomonda ichkaridan ko'rinishlari, aynalarimiz 2 qavatligi, hamma yo'g'i full holatda, ya'ni o'sha dorilangan, germetikalangan holatda bo'lgan. Yopilishlari yengil holatda, taglari alkafon bo'ldi, ikkovini ham, buni ham, uni ham. Eshiklarimiz ham hamma yo'g'i o'sha aytib o'tganimdek akfa mahsulotlaridan, brendlari hammasi yopilishlari yengil holatda, 150 zamonlar bilan. Xo'p, bu yerda narxiga keladigan bo'lsak, shu yerda hamma yo'q olib kelib o'rnatishi, xo'p, общий summada 10 million so'm bo'ldi. Zamoylari ham, xo'p, serdechkalik, akfan o'zidan. Shu holatda bo'ldi hamma yo'g'i. Akamning talablariga qarab, xudo xolasa chiroyli holatda qilib, penalarni ham 100% holatda aylantirib, patagoniylar taglaridan, yonlaridan sepib berganmiz. Bu ham o'sha ochilishlari o'sha holatda. Narigi romimizni ochilishini ko'rsatmoqman. Xo'p, u yerda bitta tepada bo'lgan, qaychi mexanizmda bo'lgan. Sababi bu yer oshxona bo'lar ekan, havo ko'proq aylantirib bering dedilar. Shunga ko'proq aylanishligi uchun u yerga bitta fortishka qo'yganmiz. U ham qaychi mexanizmda bo'ldi. Xo'p. Bu yer o'sha holati, aytib o'tganimdek, fortishkaning bittasi bu. Ular ham qaychi mexanizmda. Xo'p, dona hisobiga aytadigan bo'lsak, xuddi shunaqa eshiklarimiz hozirgi paytda 2.500.000 so'm atrofida bo'lyapti. Ayniqsa yodoviy bo'lsa, unga qarab oz-moz raznica qiladi. Endi bu romlarimiz nostandart. Ular adashmasam 2 million yerda chiqadi, mana shu holatdagisi. Bitta ochilish, ikkita ochilish, taglari patagonli 2 qavat yodoviy aynalar bilan plus minusi bo'ladi oz-moz. Bular endi kichikroq ekan, unga qarab raznica bo'lib boraveradi. Fortishkalarimiz 60 ga 40 lar hozirgi paytda 300.000 so'm atrofida chiqadi, mana shu holatdagisi. Unga qarab ketaveradi, razmerlariga qarab, katta kichigiga. Xo'p, bugungi ishimiz xudo xolasa shu holatda yakunlandi. Hammaga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlayotgan obunachilarga. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda chiroyli qilib yana ham sizlarga yetkazib berish harakatini qilamiz. Kimda razmerlar bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp qaysi biri qulay bo'lsa, unga qarab murojaat qilaverasizlar. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.